Respublika Markaziy ko'zojlar maxsus kutubxonasi o'quv zali kitobxonlarning axborot olish huquqini bevosita ta'minlaydigan asosiy bo'g'indir. Bu yerda ish jarayoni fondni saqlash, hisobga olish va individual xizmat ko'rsatish tamoyillari asosida tashkil etiladi. Vaqtli matbuotlarni qabul qilish va qayd etish, kelgan gazeta jurnallarni ro'yxatga olish bo'yicha qabul qilish, ularga kutubxona shtampini bosish va sanasi bo'yicha gazeta va jurnallar qaydnomasiga kiritish, formulyarlar bilan ishlash, kitobxonlar kelganda uning shaxsiy formulyarlarini topish va qayta ro'yxatdan o'tkazish, foydalanilgan har bir nashr, gazeta, brail kitobi yoki audio formatdagi aniq kitoblarni qayd etish, qaytarilmagan adabiyotlar bo'yicha kitobxonlar bilan aloqaga chiqish, muddatli nazoratini qilish, individual xizmat va yordamchi uskunalar asosida foydalanish tartibini o'rgatish, fond tartibi va hisoboti, kun yakuniga qadar foydalanilgan adabiyotlarni o'z o'rniga javonlarga tartib bilan taxlash, kunlik kelgan kitobxonlar soni va berilgan nusxalar bo'yicha kundalik hisobot yuritish. Ushbu ish jarayonining har bir aniq qismi, masalan, hisobot shakllari yoki texnik uskunalar haqida ma'lumotlar berish va o'z bilimini oshirish. Xulosa qilib aytganda, o'quv zali xodimining ish kuni faqat qog'ozbozlikdan emas, balki axborotni kitobxonlarga yetkazib berishda ko'prik bo'lishdan iboratdir.